Hammada shu bo'lgan 12 propanda yuradimi va yurganda ham qanday yuradi? Ahamiyat berib qo'yasiz. Motor ideal ishlab turibdi. Обязательно katsani qo'yishib tekshirib beramiz biz. Biz sizga reallikda video obzor qilyapmiz. Aka qarang. Sizga men kalkulyatorda ko'rsatib beraman. Mana qarang. O'rtacha hozirgi vaqtga 7700 dan propanda hisoblang. Mana sizning viloyatingizda 7700 to'g'rimi? 40 ta propan. 40 ta propanga 308 ming so'm bo'lyapti. 308 ming so'm pulga bu avtomobil bemalol 500 km harakatlashingiz mumkin va 98 aktamda. Yo'q, agar siz benzinda yuradigan bo'lsangiz, o'rtacha 92 benzinni qo'yganingizda ham qancha? 13 mingmi? 13 ming ko'paytirib, o'rtacha hisob kitobda qarang. 7 tadan yesin, 7 tadan yeganda ham 91 ming. To'g'ri 91 mingni ko'paytirib 500. Ya'ni 400 qancha bo'lyapti? 55 ming so'm xarajat qilish kerak. Ya'ni 500 km yurish uchun. Hammaga 92 aktam. Aka shuning uchun aytaman, qarang, hamma mashinaga propan metan uстановка qilmoqdamiz. Ko'pchilik aytishadi, "Yo'q, mashinaga uстановка kerak emas, propan metan." Shuncha odam ahmoq bo'lmasa kerak propan metan qo'yib. Akalar, shuning uchun aytaman, siz sifatli holatda bitta propan yoki metanni qo'ying. Xo'p, aka qanday yurdi mashina? Haydadingiz, tekshirdingiz. Yurish yoqdimi? Оборот olishlari zo'r. Bizni qaylagandan ham zo'r. Bizni qayerda ko'rib keldingiz? Instagramdan ko'rib. Kelish tavsiya beramiz obunachilarga. Hammaga tavsiya. Akalar, ahamiyat berasizlar. Kimgadir shunaqa sifatli holatda propan yoki metan xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. O'zim haydab, tekshirib, konditsionerlarda oborotlarini ko'rib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. 24/7 bu videoni sifatga qiziqadigan akalarga yuborib qo'yamiz. Zavodskiy izolyantalar bilan, termo trubkalar bilan zavod holatda qilib, ideal ravishda 12 mashinasiga propan ham metan ham uстановка qilib beramiz 24/7.